Oldin hamma birinchi, ikkinchi etajda yashashga tanlashar edi. Ya'ni birinchi etajdan, ikkinchi etajdan kvartira xarid qilishar edi, do'stlar. Endi esa osmon opar binolar ko'payib ketgandan keyin hamma 9-etaj, 5-etaj, 15-etajdan kvartira xarid qilishyapti. Bizlar esa sizlarga 4-etajdan hamyonbop narxda Angren shahrida kirpichli 2 xonali kvartira topib qo'ydik. Narxini oxirida aytaman. Video davomida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Bunimiz do'stlar, birinchi xonamiz, zalimiz. Polni shu yerda ko'rib turgan mebel va televizor, ko'rpa to'shaklar olib chiqib ketiladi. Faqat konditsioner qoladi do'stlar. Bu yerimizda zalimiz. Shunday chapga o'tganda do'stlar, bu yerimizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonada faqat kuxonniy garnitur qoladi. Shunday tashqariga shunday manzarani ko'rib, bemalol odam bag'ri dili ochiladi. Bu yerimizda eshiklarimiz, oynalarimiz akfadan qilingan. 1,5 ga 14 balkonimiz ham bor, lojiyimiz. Shunday gisfat. Bu yerda bemalol yopib, ya'ni qo'shimcha xona, ya'ni utiplit qilib, bemalol yana bitta xona qilib tursalaringiz bo'ladi. Kvartiramizni umumiy maydoni 41 kvadrat metr, ya'ni общий, balkondan tashqari. Bunimiz zalimiz. Bu yerda hojatxona bilan vanna umumiy qilingan. Qishda issiq suvdan umuman muammo yo'q deyishyapti do'stlar. Ya'ni bemalol qishda ham, yozda ham inshaalloh qishda issiqqina, yozda salqingina bo'ladigan kvartiralarimizdan biri. Bu yerimizda отопление bo'ladi, ya'ni обогреватель bor. Bu yerimizda kiraverish eshigimiz do'stlar. Bunimiz aytib o'taman, ikkinchi xonamiz. Boyagi zalimiz esa birinchi xonamiz. Bu yerdagi kiraverish eshigi shunday ochilib, yopish muammosi yo'q. Xullas, narx-navosiga keladigan bo'lsak, uyda egasi bilan kelishgan holda savdolashib, обязательно busiz bo'lmaydi. Naqdga $26,000 tushirib qo'ydik. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Qaytarib o'taman, manzil hokimiyatning yonida. Batafsil manzilni bilish uchun bizga aloqaga chiqasiz. Kvartiramiz kirpichli dom, 2 xonali, 4-etajda. Obuna bo'lib, like bosib, bizni kuzatishda davom etamiz.